3.7.00.7.700.001 degan raqamlar почти bir oydan oshib ketdi savdoga chiqmaganiga. Barajjallar, mana shu videoni maksimal tarqatishga yordam beringlar. Hurmatli Sefrot ilovasi xodimlari, sizlardan iltimos, yo'l harakati xavfsizligi, ya'ni mana bu GAI xodimlari sizlardan iltimos, 3.7.00.7.700.001 degan raqamlari xalqimiz ko'rmaganiga почти bir oydan oshdi. Sizlardan iltimos, mana misol uchun men o'zim ham taklif beraman, ayrim misol uchun raqam ishqibozlar taklif beradi. Deylik, raqam hozirgi kunda ko'rib turibmiz, bron qilib, brondan keyin bir kundan 24 soatdan keyin yana qayta savdoga chiqishlar bo'lib turibdi. Shuning uchun zo'r taklif. Iltimos, mana shu taklifimizni inobatga olinglar. O'tgan safar ham taklif bildirganmiz. Aka-ukalar, iltimos sizlardan. Deylik, 3.7 yoki 707.070 raqamlar yutgandan keyin 20 daqiqa vaqt beringlar. Shu 20 daqiqaning ichida aplata qilsin. Ana haqiqiy egasi shunda yutadi. Haqiqiy egasi yutganidan keyin 20 daqiqaning ichida pulini to'lasin. 20 daqiqa ichida pulini to'lamasa, yana ham qayta savdoga chiqsin. O'shanaqa narsani yo'lga qo'yib beringlar. Keyin mana bu 3.7.00.7.700.001 degan raqamlar почти bir oydan oshib ketdi savdoga chiqmaganiga. To'g'risi biz o'zimiz raqam bilan shug'ullanamiz. Oldin auksion paytida ham misol uchun klientlarimiz bo'lardi, auksion paytida qiynalishmasdi. Endi puli bor odam olardi. Hozir to'g'risi misol 3.7 oladigan klientlarimiz ancha qiynalib ketgan. Kutib o'tiraverib. Shuning uchun iltimos, mana shu bizlar misol uchun takliflarimizni inobatga olgan holda, misol uchun kimdir ushlab olib turib, yana ham qayta sotish holatlari bo'lmasligi uchun zo'r taklif deb beraman. 20 daqiqa, uzog'i bilan 1 soat vaqt qo'yib qo'yinglar. 1 soatning ichida deylik 070 raqamini olsin, 111 raqamini, umuman farqi yo'q, raqam olsin, ariza tushdimi, 1 soat ichida pulini to'lasa, agar 1 soat ichida pulini to'lamasa, yana ham qayta savdoga chiqib ketsa, ana unda haqiqiy egasiga borib tushadi har bitta raqam. Deylik, mana bunaqa holat bo'lmaydi, zagruzka bo'lib qolmaydi, qotib qolmaydi. Hozirgi kunda qiyinchilik bo'lib turgan sababi bitta raqam uchun, kechirasiz-ku, kamida 100 ta odam urinib turibdi. Deylik, bitta 070 raqamini olish uchun bitta odamga kerakmaydi, bir xil bukvaligi 100 ta odamga kerak. Bu sistemada hozir 100 ta odam bitta teshikka urib yotdi. O'shaning ichidan bittasiniki o'tadi. Keyin qolgannikini ariza tushdi deb qo'yadi yoki ashibga beradi. Shuning uchun to'g'risi men bu yoqda raqam oluvchilar sal qiynalib ketdi. Shuning uchun men shu taklifimizni inobatga olgan holda 1 soat qilib qo'yinglar, aplatasini hammaga oson bo'ladi. Ishoning, 1 soat qiladigan bo'lsangiz hammaga oson bo'ladi. 1 soat ichida xohlasa to'lasin pulni. Xohlamasa yana ham qayta savdoga chiqsin, boshqa birov olsin. Keyin men bu 3.7.00.001 iltimos bitta yo'l qilib beringlar, chunki oladigan odam ko'p, anchadan beri kutib o'tiribdi-da. Rahmat e'tibor uchun.